Yo salom bolalar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Do'stlar, bugun sizlar bilan biz Robloxda Flash bo'lamiz va Brainrotlarni birgalikda o'ynaymiz. Bu o'yinning adi Be Flash for Brainrots degan o'yin. Unda o'yinni boshlaymiz. Men bu o'yinni ko'rdim va juda hayron qoldim. Mana bunaqa tezda yursak bo'ladi ekan, tezlikimizni kuchaytiramiz ekan. Mana bu yerda yana boshqa bir odamlarning bazalari bor. Ko'rganlaringizdek mana bu yerda Lost Traleros bor ekan, No My Exam. Brotlarga qaranglar, voshi juda ko'plab kelibdi. 6 milliard dedi. Oho, 3 trillion dedi. Do'stlar, bizlar ham shunaqa baza qilishimiz kerak. Buning uchun bizlar yaxshi o'ynash kerak ekan. Mana bunda men bazama hali birgina ham Brainrotim yo'q. Qani unda Brainrot ochib boshlaymiz. Tak bu yerda mana bunaqa tezlik olsak bo'ladi ekan. Mana 5 tezlik bo'ldi, 6 tezlik bo'ldik. Ki ana shu tezlikimiz ko'p bo'lsa, biz tez yura olamiz ekan. Mana bundagina Roblox narsalar bor ekan. Qani character dedi, charge dedi. Qani shift bosib turamiz ekan va tezlikimiz boom! Qaranglar. Animatsiyaga qaranglar. Flash pop biz uçup gidamiz. Bunu qaranglar. Yurishda qaranglar. Oho. Endi bizlarga Brainrot beradi. Flora tushdi. 48 dollar sekundiga. Qani bozorda paydo bo'ldik. Do'stlar, animatsiyaga gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu yerda endi buni kuchaytirsak bo'ladi, pulini olib 72 dollar ekan kuchaytiramiz. Ko'proq Brainrot pul kerak dedi. Kuchaytiramiz. Mana 3-chi bo'ldi bu, 3-chi bo'ldi. Endi biza yana ko'proq tezlik olsak bo'ladi, 10 qilamiz tezligimizni. Mana 10 bo'ldi. Endi yana atib ko'ramiz. Bu yerda knopkalar chiqar ekan, bosib qolish kerak ekan. Shift'ni bosib turamiz. Ketdi. Oho. Va 680 metrga keldik. Qani nima tushdi? Lirilar tushdi. Bazamizga olib kelamiz buni ham. Pullarni olamiz. Bizada 2000 dollar bo'ldi. Qani bularni qayerda kuchaytirsak bo'ladi? Mana bu yerda nimalar bor ekan? Bu yerda tezlik olsak bo'ladi, adashmasam. Normal dedi, free dedi. Mana shuni olib ko'pmiz. Buning uchun 2 rebase qilsak, rebase qilish kerak ekan. 2 rebase uchun bizlarga 10 stamina kerak. Uning uchun stamina olish uchun bizga ko'proq mana bu narsada turishimiz kerak. Qani bu yerda sell bor ekan. Sell olma Brainrot, sell this Brainrot. Bu yerda Brainrotlarimizni sotsak bo'ladi ekan. Bu yerda-chi? Still walking, wanna upgrade your slow legs. Haligacha yuribsizlarmi? Ana u. Haligacha yuribsizmi? Ana u oyoqlaringni kuchaytirasing bormi sekin oyoqlaringni dedi. Bu yerda mana yuguradigan narsani kuchaytirsak bo'ladi ekan 10 dollarga, 10 ming dollarga. Buning uchun mana bu bizlarga ko'proq Brainrot kerak va ko'proq pul kerak. Pullarimizni olamiz, 6 ming dollar bo'ldi, kuchaytiramiz Brainrotlarimizni. Buni ham kuchaytiramiz. Mana pullarni olamiz. Endi bular pul olib kelincha bizlarga flash dedi. Ha, bu Roblox turadi adashmasam. Endi bizlarga ko'proq Brainrot kerak, ko'proq pul kerak. Mana bu yerda shiftni bosib turamiz va ketdi. Tezlikni ko'rabsizlar. 968 metrga keldik. Qani nima tushadi ekan? Yana lirilar tushdi. Yaxshi, yana baza yopib boramiz buni va qo'yamiz. Mana bu yerdagi bazamizni 100 ming dollarga kuchaytirsak bo'ladi ekan, ikkinchi etajlarni qurib bilamiz. Pulimiz 7 ming dollar bo'ldi. Bizlarga ko'proq pul kerak. Qani yana bu narsada kuchaytiramiz tezlikimizni. 20 qilamiz. Hoppa. Mana 2 berdi. Qani to'shni vaqtida bossakchi? Yo'q, bosish kerak ekan. Bosamiz buni mana 28 bo'ldi. 30 bo'ldi ana. Endi yurib ko'raylik qanchalik tez yuguramiz ekan endi. Free rainbow dedi. Mana bu odamga qaranglar, uchib ketdi bu ham. Qani ketdi. O'tib ketdik bundan. Qancha metrga boramiz ekan? Qani 778 metrga keldik. Qancha bir yana relilar oldik. Ana u yerga o'tish uchun bizlarga 100 stamina kerak ekan. Yana bu narsa kerak. Qani yana bir marta yugurib ko'ralchi. Bizada 10 ming dollar bo'libdi-ku. Mana bunaqa narsani olsak bo'ladi endi. Yes demizdan equip bo'ldi. Endi mana qaranglar, mana bu narsamiz kuchaydi bizani. Uncommon bo'ldi. Bizlarga endi 10 tezlik bo'libdi. Oho. Вообще endi juda tez yura olamiz. Mana 20, 10
10 mana 20. Endi yugurib ko'ralsa qancha uzoqqa borib bilamiz ekan. Charge qilib turamiz va gol. Mana bu yerda o'tib ketdik mana. Endi bizlarga yaxshiroq zo'r bir rot beradi. Qani qancha bir rot beradi ekan. Va trippi troppi. Troppa trippi dedi. Oldik buni ham bazamizga olib borib qo'yamiz. Bir rotlarning pullarini olamiz hammasini. Bizlarda 17.000 bo'ldi. Bir rotlarimizni kuchaytirib yuboramiz bitta. Mana buni ham kuchaytiramiz. Bir rotlarni kuchaytirsak, o'zi ham kattaligi oshib boraveradi ekan. Ya'ni katta bo'lib boshlaydi. O, reverse qilsak bo'ladi ekan. Bizlar 200 stamina bo'lib ketdi. Kuchaytiramiz. Mana endi bizlarda mana bu gold ni olsak bo'ladi. Unlock reverse 2. Reverse 1 qildik hozir. Endi yana bir marta reverse qilish kerak ekan. Bo'ldi, tushundim. Bizlarga mana bu ko'proq kerak. 10 ko'p kuchaytiramiz buni endi ko'proq turib. Bungacha puli ham ishlab turadi bir notlarimiz. Qani narsa chiqmayapti, chaqmoqni knopkani bossak ko'proq beradi. Shu narsa chiqmayapti cho'da. Mana chiqdi. 20 berdi mana. Yana 20. Qani yana chiq va yana chiqdi mana. 300 qilamiz, 300. Yoki 400 qilamiz. 400 qilsak ham shunda tezroq yuramiz. 400 qilib ko'ralichi? Mana bo'ldi. Ya 400 bo'lmadi-ku. Mana bo'ldi. Endi 400 bo'ldi. Qani endi yurib ko'ramiz. Qani flash bo'lamiz va uchib ketamiz. Mana bosdik. Tezlik berdi bizlarga mana bu knopkani bosganimiz uchun. Va biza 1700 metrga keldik. Qani bizlarga zo'r bir rot kerak. Qani? Gold trippi troppi berdi. Yaxshi. Gold bu yaxshi degani. Gold mutatsiyada gold вообще zo'r bo'ladi. Kuchaytiramiz buni ham. Pulimiz qolmadi. Mana bu bir notadagi pullarimizni olamiz hammasini. 58.000 bo'ldi. 60.000. Reverse qancha kerak? 1.000 kerak ekan. Trippi troppini ham kuchaytirib yuboramiz. Biza tezda new threadmi olib bilamizmi? Ya'ni yangi yuguradigan narsa olib bilamizmi? Unga qancha kerak ekan? $150.000. Qimmat ekan-ku. Qimmat. Demak bizlar ko'proq yurishimiz kerak mana bu yerda. 1000 qilamiz shuni, 1000 qilishimiz kerak. 1000 qilib ko'rib, yugurib ko'ramizki. Bosish kerak buni. Bosa olmay qoldim. Ulgurmay qoldim. 500 bo'ldi tezlikimiz, staminamiz. Hozir 600 bo'ladi. Mana 600 bo'ldi. 700 qilamiz hozir buni tez. Mana bu knopkalar tez chiqsa yaxshi-da. Bu yerda mana ko'rganingizdek yuqorida hali ko'p zonalar bor bu yoqda. Bu degani undan ham battar zo'r bir notni olsak bo'ladi mana bu yerlarga borsak. Va bizada 800 tez stamina bo'ldi. Qani knopka ber bizga knopka. Mana bunga qaranglar, mana bu gold narsasi bor ekan. Orqasida goldning effekti bor. Narsasi ham zo'r ekan buni. Cosmic ski ekan. Qani mana 1000 bo'ldi endi bizada. Lava event tugadi deydi. Lava event tugadi. Qani ko'ralchi endi qancha uzoqqa borib qolamiz ekan. Ikkisini ham ikki knopkani ham bosa olmay qoldim-ku. Va o'tib bilmay qoldim. Qanaqa zo'r bir not beradi ekan. Banana dansana $690 sekundga. Trippi troppidan ham zo'r-ku bu. Vashshe gap bo'lishi mumkin emas endi bunga. Qani yana bir marta yugurib ko'ralchi. Ana boost chiqdi lekin ola olmay qoldim, men afsuski. Ulgurmay qoldim. Juda tez bosish kerak ekan-da uni. Qani hoppa. Qani yana chiqadimi? Yo'q, chiqmadi boshqa. Ulgura olamizmi? Ulgura oldik. Va bizlarga Diamond Trippi Troppi tushdi, lekin kam dollar beradi ekan do'stlar. Men afsuski kam pul beradi. Qani pullarni yana olamiz va yana yo'q, biz endi sotib olsak bo'ladi-ku yangi. Mana bu yerga kelamiz va endi $150.000 mana bu rare yuguradigani sotib oldik mana bu yerda. Narsalar bor ekan. 100 beryapti. Har birisida 100. Endi biz reverse qilsak ham bo'ladi mana. Reverse qildik va endi 2 reverse bo'ldi. Mana buni endi mutga olsak bo'ladimi? Buni qaranglar effektga. Flash bo'lib ketdik-ku biz ham. Mana buni olish uchun qancha reverse kerak? 4-reverse olishi kerak ekan.
Mana bu yerdagi eng oxirgisi hacker dedi. Hackerni olib bilamizmi ekan buni do'stlar? Ko'ramiz. Bosish adımdan chiqibdi-ku ana u tezlikni kuchaytirish. Hozir bizlarga yaxshi brainrot bermaydi. What? Track baraboom? Mana bu triple tropida ham yaxshi-ku bu. Mana buni sotib yuborsak ham bo'ladi-da, yaxshi turaversin, bizlarga pul ishlab turibdi. Qani endi yuguramiz. Tez yuguramiz. Bizlar endi qanchalik qilishimiz kerak? 1000 qilamiz. 1000 ni tayyor qilsak bo'ladi ekan. 3000 qilarchi hech bo'lmaganda 3000 qilib ko'rish kerak. Qani tez yugur, tez. 2000 bo'ldi уже, darrov 2000 bo'ldi. Bizlarga brainrot bermoqchimi? Brainrot berdi-ku bizlarga. $4000 beradigan brainrot berdi. Rahmat bratim, rahmat. Bizlarda eng bo'lmizga brainrot qaysi? Mana bu ekan. Buni sotib yuboramiz. Sorry, lekin seni sotishga majburman. Yaxshi, bir joy ochib qo'ydim. What? Banana dansanina, rainbow berib yubordi menga. Mana buga qaranglar. Rahmat, lekin pulimiz juda ko'payibdi u sababli. Qani bu yerda endi qaysini sotib yuboramiz? Thank you deb yozib yuboramiz. Thanks deymiz. Thanks bro deb yozib yuboramiz mana chatda. Secret 23 million sekundiga. What guys? Bizlarga turizm tashlab qo'ydi. Mana turizmni olib qo'yamiz bizlarga yordam bergani uchun. Oh my god deb yozib yuboramiz. Gap bo'sh mumkin emas. Bizlarga juda zo'r brainrotini berib yubordi. Secret brainrot. What? Buni yuradigan narsasiga qaranglar. Oh my god. Vashay. Biroz juda kuchli ekan. Bizlarga brainrotini berib yubordi. Mana bunaqa odamlarni topish lekin juda qiyin. Hamma odam ham mana buni yaxshilik qilavermaydi. Biz endi 1 million ketdi pulimiz. Уже 1 million bo'ldi. Endi biza 4 millionlik sotib olib bilamiz ekan epic bitta selpa pulinglasak. Qani. Pulni qaranglar do'stlar. 852 million dollar. Mana buni olib bilamiz ekan. Mana buni qoldi. Buni olish repeaterish qilish kerak ekan uning uchun. Mana bunga qaranglar endi. Reverse qilamiz. Qancha kerak reverse'ga? 15000 kerak. 1 sekund ichida darrov olib tashlaymiz reverse'ni. 847 million. Mana reverse qilamiz. Endi biz ham mana buni olsak bo'ladi keyingisini. 180 millionlik. Pul bo'ldi. Pul yo'qolib ketadi. Pulni olamiz mana. 2 milliard. Pulimiz вообще ko'payib ketdi-ku. Mana bu bir brainrot uchun вообще ya bo'lishi mumkin emas. Mana buni sotib oldik mana. Legendary dedi. 10.000 stamina sekundiga 20.000. Oh my god guys. Biz ham вообще boyib ketdik darrov. Candy event started dedi. Yangi event boshlandi-ku. Brainrotlarni olib qo'yish kerak bunda brainrotlarni. Qani 300.000 qilib yugurib ko'ramiz endi 300.000 qilib. Mana candy nasabasiz bo'lib oldi. Hamma yerda candylar. Qani ketdi. Diamond Buff tezlikka qaranglar. Gap bo'shimi mumkin emas tezlikka. Mana bu yerga keldik. Qanaqa zona bilmayman. Bombini Guzini $120.000 sekundiga. Boyib ketdik do'za. Prosta biz boyib ketdik. Ikkinchi etaj ham qilib yubordik mana. Mana 207 millionga buni ham sotib olib bilamiz. Buni ham sotib olib bilamiz. Pul вообще juda ko'p bo'lib ketdi. Bu yerda kerakmidan brainrotlarni sotib tashlash kerak endi. Mana bu bizlarga kerakmaydi. Kam pul beradi. Mana bu ham kam pul beradi deyapsizki. Mana bularni sotib yuboramiz endi. Bizlarga kam pul berapti. Tripi. Bananadan sanini sotib yuboramiz. Buni ham sotib yuboramiz. Bular ba'zir bizlarga tipuha pul beryapti. Va o'rniga mana buni qo'yamiz mana. Bombini Guzini dedi. 3 milliard dedi kuchaytirish. Mana kuchaytirib tashlasak bo'ladi.
1 million qilib qo'yamiz. Mana bu ham 1 million. Juda qimmat bo'lib ketdi. Hech qisi yo'q. Bizlar reverse qilsak bo'ladi ekan-ku yana. Yangi reverse. Qani bizada 4 ta reverse bo'ldi va bizada endi diamond bo'ldi. Diamond. Lekin mana bu bilan почти normal bilan почти bir xil ekan. Qani endi biza mana bunda yurishimiz kerak va tezlik olishimiz kerak. Bizlarga keyin 9 milliard pul kerak. 9 milliard. 9 milliard. 9 milliard uchun biza yaxshigina tezlik kerak. Secret dedi. Maqtanyapti-da bu men yonimga kelib. Mana bunga qaramanda mana bu narsa bor deb maqtanyapti menga. Yaxshi, молодец, молодец, молодец. O'yinni mendan ko'proq o'ynagan o'xshaydi-da, u shuncha kuchayib ketgan. Qani 500 ming qilib yugurib kelamiz, 500 ming. 400 ming bo'layotir hozir. 10 ming sekundiga, 10 ming stamina. Qani 500 ming bo'ladi hozir bizada. Uni staminasi qanchalik ekan? Ko'ralichi. 1 trillion. Mana bu yig'anglar uchib ketadi hozir bu. Qani ketdi. Ketdi endi. Oxirgacha boradi mana yuqorida ko'ryapsan, ketib botir yana. Qani qayerda to'xtaydi ekan ko'ramiz. Pushti zonaga bordi, pushti zonada to'xtaydi o'xshadi. Va to'xtadi, va pushti zonada to'xtadi. Charging. Overcharge. Qani ketdi. Gold buff dedi. Tezlikni ko'ryapsanmi, вообще ketib qolyapmiz lekin uzoqlarga. Mana bu yerga borib bilamiz, bu yerga 3 million stamina kerak. Qani bizlarga zo'r bir rot beringdi. Zibra dedi. Gold dedi biz ham. 256 ming sekundiga. Zo'r chotki gap boshim mumkin emas. Bizda 8 va 9 milliard pul bo'ldi. Mana buni ba'zi bir bularning bazasi zo'r ekan. Mana bizlarga bergan odamni bazasi. Brenotlariga qarang. 12 million 12 millionlik brenot oldi. Shuni bizlarga bersalarga yomon bo'lmas edi bu vallah. Qani endi 9 milliardlikini olamiz. Mifik. Sekundiga qancha dedi? 100 mingmi? Hozir reverse qilsak bo'ladi, adashmasam. Yo'q, 3 millionda reverse qilib turamiz ekan. 2 million qilib yugurib kelsak, qanchalik uzoqqa borib bilamiz ekan. Chatga nima deb yozyaptilar? Rahmat deb yozib yuboribdi. Bir rot beryapti boshqa odamlarga ham, yaxshilik qilyapti. Bu albatta juda zo'r. Bizada 3 million bo'lib ketdi staminamiz. Qani yugurib ko'ralchi, qanchalik uzoqlikka borib bilamiz ekan. Qani ketdi. Candy buff dedi. Tezlikka qaranglar. Oxirgacha borib bilamizmi ekan? Ana shu yergacha. Qani. O'tdik. Qani bir zo'r bir not beringdi. 82 million sekundiga tralala secret brenot oldik mana o'zimiz. 82 million bundan ham ko'p beradi ekan. Omadga qaranglar endi. Secret candy tralala dedi. Oh my god guys, bo'lib ketamiz endi biz toshli. Mana buni kuchaytiramiz uni. 1 milliard qildik mana buni. Chisti boydiklik endi biza. Oh my god, wow. Reverse qilamiz endi, reverse. Keyingi narsa qanchalik ekan? 450 dedi. Qani reverse va qildik. Endi bizlarga вообще juda ko'p pul keladi. Nimaga desa, reverse qilsak bizlarga ko'p pul kelaveradi har safar. Mana 11 milliard. Уже 11 milliard tayyor. Qani endi biza yana yugurishimiz kerak ko'p. Ko'p yugurishimiz kerak. Mana buni bo'lamiz. Reverse uchun qancha kerak? 50 million dedi. 10 million qilib ko'ralchi, 10 million qilamiz, 10 million. Unda ham mifik bu. Hozirda ro'klamanmi 10 millionni. 10 million kerak, 10 million. 2 million tayyor. 2 million tezlik, 207, 208, 209, 3 million. Ketma-ket 2 marta chiqdi. 3 million bo'ldi. Qani 4 million. Va tez chiq. Knopka tez chiqsa zo'r bo'lar edi. Qani 5 million bo'layotir, 5 million ham bo'ldi. Hozir 6 million bo'ladi.
Knopkachi mana chiqdi. Bosamiz 6 million. Va yana chiqdi. O, bir not beryapti mana bunga. Qanchalik bir not berdi endi u. Xo'p, bizlarga ham ber endi bizlarga. Qani? Mana 7 million qancha so'm turadi ekan endi buni. Oho, bazasiga qaranglar uni. Oho, 8 million bo'ldi. Va 9 million. Hozir 10 million bo'ladi mana. Va bo'ldi. Hov, yetmay qoldi. Mana bo'ldi. Endi yugurib ko'ralchi, qanchalik uzoqqa borib qolamiz ekan. Qani charging overcharge dedi. Ketdi. Oh. Speed force punish. Hov, nima qildi bu endi? Qani do'stlar, asaya yuguramiz. Qani ketdik. Animatsiyani o'tkazib olamiz. Mana bu yerda ham o'tdik. 15.000 dan ham o'tdik. 2025 dan ham o'tdik. Va 3-4 milliondan ham o'tdik. 50 millionning yoniga borib qolamizmi? O'rtasiga bordik. Qani? Qanaqa bir not beradi? Strawberry flamingelli mifik. Yomon emas, bazamizga qo'yamiz. Pullarni olamiz. 120-130 milliard bo'lib ketdi pulimiz. Qani kuchaytirib bilamizmi endi buni? Kuchaytirib. Qanchalik keraksa 450 milliardmi? Oho. Yaxshi. Qani charge va ketdi. Boom! Diamond ball. Tezlikda qaranglar tezlikka. 3-4 milliondan ham o'tamiz osonga. Va 5559. Qani qanchalik zo'r beradi? Oh, diamond qilisini berdi endi bu safar. Oh, yaxshi. Diamond qilisi 2 barobar zo'r ekan. Hisob. Yaxshi. Qani yana yuramiz. Bizning pulimiz 159, hali yetmaydi. Bizlarga ko'proq mana shunaqa zo'r bir notlar kerak. Qani ketdi. Oh, candy buff. Tamam bo'lib qoldi event. Qani 3-4 milliondan ham o'tdik. Va bir notimizni ko'ramiz. Qanaqa zo'rlik bir not beradi. Qani. Rino to Trino dedi. Candy 17 million sekundiga. Oho, yaxshi yomon emas, lekin mana bir notimizga qarang. 171 million sekundiga. Oho, kuchaytirib tashlaymiz buni, kuchaytirib. Hamma pulimni shunga kuchaytirib tashladim. Nimaga desa, u bizlarga juda ko'p pul olib kelyapti. Qani yuguramiz yana. Yuguramiz. Mana buni kuchaytirsak bo'ladi bazamizni. Yaqinroq turish kerak o'xshaydi, bazani kuchaytirib qolmayapti. Bosamiz. 20 million qilib ko'ralchi, 20 million qilsak biz bilmaymiz. Hacker in 4 million dedi. Nima u special event o'xshaydi u. 4 minutdan keyin boshlanadi ekan. Lava event esa 18 minutdan keyin boshlanadi ekan. Ko'p vaqtdan keyin boshlanadi ekan. Bosamiz. Mana yerda boost eventlarni Roblox'da sotib olsa bo'ladi ekan. 6-rey bitirish qilsak, keyin 6-rey bitirish qilgandan keyin yangini sotib olsak bo'ladi mana bu yerdagi. 4-turganni sotib olsak bo'ladi, mutga beradi. 16 bo'ldi. Shuni 50 million qilish kerak. Oh. Unga anchagina vaqt kerak bo'ladi. Qani yo'q, bizlarga kerakmaydi. Roblox'ga sotib olasanmi deyapti. Yo'q, kerakmaydi. 20 million qilamiz, 20 million. Qani? Va 20 million bo'ladi hozir. Ozgina qolib turibdi. Pullarni olamiz. Pullar juda ko'p yig'lanib qolgan bo'lishi kerak bizga kuchaytirishimizcha. Qani ko'ralchi. Yomon emas, 260 milliard. Qani qanchada? 450 da adashmasam, yetmaydi hali. Qani charge qilamiz va ketdi. Bosamiz diamond buff. Oho, tezlik вообще, juda tez yurayapmiz. Qani
Yoniga borib bilamizmi? Yo'q, ulgurmaymiz. Va Strawberry mana bu-ku, buni cheklab olmaydi-ku. Zalik necha olaveramiz? Strawberry flamingo. Pullarni olamiz yana 346 milliard bo'ldi. Bu yerda brendlarimizni keyin sotsak ham bo'ladi ekan. Oho, uni bazasiga qaranglar. Bazasindagi bu nima brend bu? Oho, 86 million sekundiga. Bizaniki ba'zi bir yaxshiroq lekin. Bu yerdagi lekin juda zo'rlar va 515 dedi. 534 dedi. Level 11 atib qo'ydi ekan. Mana bunga yaqinlashyapmiz lekin asta sekin yaqinlashyapmiz. Qani 401 bizga 450 milliard kerak. Oh, brendni ber shuni, ber. Oo, yaxshi. Mana shu brendni berdi. Tong sahur. Tong sahur dedi mana. Oldik buni ham kuchaytirib qo'yamiz. Ha, kuchaygan ekan. Bo'ldi. Yana yuguramiz. Yuguramiz va yana yuguramiz. Mana bu yerda free spin aylantirib bilamizmi? Ha, bir marta free spin aylantirib beramiz ekan. Secret tushsalik juda zo'r bo'ladi. Secret. Qani. Secret. O, mifik tushdi. Yaxshi, yomon emas. Bandachini bananini 3 million dedi. Yaxshi. Yo'qdan yaxshi do'stlar, yo'qdan yaxshi. Qaysini sotamiz? Mana buni sotamiz. Legendarni banana dansaninani sotamiz. Oh, 12 millionlik. Ber. Oh, berdi. Rahmat deb yozib boramiz chatga. Rahmat. Buni sotamiz. O'rniga buni qo'yamiz. Ol buni, qo'y. Qo'ydik mana. Qaysini endi sotamiz? Qaysi Slabi pulab kelyapti bizlarga. Mana buni sotamiz deymi? Hech qachon ham buni sotmayman. Qani diamondni yo'q. Ava, diamondni sotsak ham bo'ladi ekan. Buni sotamiz va o'rniga mana buni qo'yamiz. Boneka ambalabu. Endi bo'ldi, sotib olsak bo'ladi biz mana bu yerdagi 450 milliardga. Oho, bizda ham secret bo'ldi endi unikiga o'xshab. Oho, hacker event boshlandi. Hisob. Hacker event boshlandi do'stlar. Extra hacker dedi. Mana bu spinga extra hacker berdi. Bu yerda yugurib ko'rish kerak endi. 50 million qilgandan keyin rebes qilamiz. Bizga 1 million beryapti sekundiga. Oho. Mana bu effektlarga qaranglar endi. Oho, reverse qilamiz, rebirth. Mana endi mana yerga bo'lib olamiz tezlikni. Bizani tezlikimiz yana kuchaydi. Rainbow dedi. Oo, rainbow. Svet o'zgarib turadimi endi buni? Rainbowni. Endi keyingi 8 kerak. Yuguramiz. Qancha qilish kerak endi? 50 million qilish kerak. 50 million yuguramiz. 50 millionni o'tirib yugurib kiramiz. 50 millionni darrov qilamiz. Bizlarga juda ko'p kelyapti. Keyin secretda yugurib ko'ramiz. Qani yuguramiz. Ko'p kerak bizlarga. Yaxshi. 40 million bo'ladir. Blizzard dedi, mana bular ham bor ekan. Bularni ham olib bilamizmi-ki? Lava dedi, Candy. Va 50 million ham bol. Qani endi yugurib ko'ramiz. Hacker eventda bizlarga hacker brain rot kerak. Qani bor kuching bilan, let's go. Mana bunaqa xonabga chiqmadi-ku. Zo'r bo'lardi chiqqanda. Qani o'tdik bu yerda ham osongina o'tdik. 50 million o'tish kerak. Qani yugur. Va o'tdik. Brain rotimiz qanchalik? Zo'r chiqdi brain rot endi. Oh, din. 28 million sekundiga. Yaxshi, buni ikkinchi etajiga qo'yamiz. Mana. Lekin bizlarga hacker mutatsiyali kerak. 8 minutimiz bor. 8 minut ichida olish kerak. Qani. Yuguramiz. Ketdi. Knopka chiqmadi yana. Hackerniki kerak bizlarga. Hackerni nasasi durgan bo'lishi kerak bu yerda. Hacker tushmadi. Oh, Rainbow Wolf. O'lgirdik. Qani hackerning mutatsiyasi kerak bizlarga. Hacker mutatsiya. Boneka ambalabu. Secret Rainbow. What? Oh, nima bo'lyapti?
Vo, tezlikimiz yana oshib ketdi-yu. Mana buga qaranglar tezlikka. Bazaga qaytib kelyapmizmi? Bazaga qaytib kelyapmiz. Boneka ambala bu 37 million secret. Animatsiyani ko'rdingizmi do'stlar? Bazaga yana qaytib keldik biz yugurib. Gap bo'lishi mumkin emas. Animatsiyalar zo'r ekan. Boneca ambalabu. Secret Rainbow tushdi. Kuchaytiramiz bularni. Pul qolmabdi-ku, pul olib olamiz. Pul bizada vashi VIP bo'lyapti. Kuchaytirib qo'yamiz bularni. Pastdagilarni ham kuchaytirib qo'yish kerak. Mana buni kuchaytiramiz. Mana kuchaytirdik, buni ham kuchaytirib qo'yamiz. Bizlarga pulab kelyapti-ku bular. Boneca ambala buni ham kuchaytirib qo'yamiz. Juda ko'p kuchaytirib yubordim. Mana buni ham kuchaytiramiz. Qani buni ham kuchaytiramiz. Buni ham kuchaytiramiz albatta. Mana buni ham kuchaytirib qo'yamiz. Bizlarga hali hakkerskiy mutatsiyalar birini olmadik. Olish kerak shuni. Olish kerak. Qani. Yuguramiz. Ketdi! Boom! Hacker mutatsiya kerak. Hacker mutatsiya olasin bom. Qani qar tushsam zo'r bo'lar edi. Sahur. Tung sahur. Yaxshi. Oldik buni. Buni ozim tezroq olish kerak bir minutni. 5 minutimiz qoldi. Hacker mutatsiya hali olganimiz yo'q. Hacker mutatsiyalar bir minut kerak. Qani yuguramiz. Bor kuchimiz bilan ketdik. Ketdik. 15 mingdan ham o'tdik. 325 mingdan ham o'tdik. 3 milliondan ham o'tdik. Tezlik. Ulguramay qoldim. Va hacker mutatsiyalar. Tralala. 20 million tralala. Yaxshi. Yomon emas. Qani olish kerak bir minutni. Ular ham qaytib kelyapti mana. Hacker mutatsiyalar olibdi 165 million. Bana bu 360. Menga ham shunaqasi kerak. Hacker mutatsiya ololmayapman-ku men. Qani knopka ham chiqmayapti menda. Qani knopka chiqadimi yo'qmi bilmayman. Unda chiqdi o'xshaydi. Bitta uzoqroqqa ketdi. Va Boneca ambalabu. hacker mutatsiya yana yo'q. Nimaga menga bermayapti hacker mutatsiya? 4 minutimiz qoldi. 4 minut. Yana ba'zi bir olib turganim yo'q. Hacker mutatsiya omadimiz kelmayapti. Qani var kuchimiz bilan ketdik. Gold buff. Gold buff'ni oldik. 3-4 million. Bundan ham o'tdik. Bundan ham o'tamiz osongina. Hacker mutatsiya. Iltimos. Tung sahur. Tung sahur. 6 million. Yomon emas. Bizlarga hacker mutatsiya kerak. Hacker mutatsiya chiqishi uchun mana bunaqa narsa chiqishi kerak. Hacker. Qani ketdi. Gold buff'ni oldik. Gold tushadi hozir adashmasam endi. Qani ish qilib zo'r bir minutga tushsa zo'r bo'lar edi. Va Tralero 31 million yomon emas. Secret Gold Brainrot. Secret zonaga boryapmiz-da endi bizlarga. Hakkerninki chiqmayapti. Men afsuski. Qani ketdik. Gold buff. Gold tushadi endi yana. Bosmay turishim kerak edi ya bo'lmaganda. Shunda balkim hakkerninki chiqarmaydi. Hozir yana gold beradi. Cachorrito Melonito. 67 million 87. Brendotlarga qaranglar, shunchaki bo'lib ketdi brendotlarimiz. Lekin bizlarga hacker. Qani goldni bosmayman. Gold chiqsa goldga chalg'inaymiz. Bizlarga hackerniki kerak. Oxirida chiqsa bosishim mumkin. Hacker hisob bo'ldi. Hacker bir tushadi endi bizlarga. Mana nihoyat. Qani
Bonekam balabu. Bonek ambalabuga tushdi. Qani cheat dedik. Endi qochamiz. Ketdik. Qochdik. Yaxshi. Yo'qdan yaxshi, lekin bundan zo'rroq olishimiz mumkin edi. Necho? Qani yana olamiz. Yana olishga harakat qilamiz. Hacker mutatsiyadan. Yo'q, gold kerakmaydi bizlarga. Gold olmaymiz. Bizlarga hacker mutatsiya kerak. Hacker. Yo'q, bermadi boshqa. Udin din 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 dun. Urin. Shunga qarab tushsam zo'r bo'lar edi. Qani yana yuguramiz. Hacker mutatsiya. Kendi tushsa ham yaxshi, lekin kendiniki ham yaxshi bo'ladi. Mana nima beradi ekan ko'ramiz. Mutatsiya bermadi bizlarga, mutatsiya bermadi. Mutatsiya oxirida berishi ham mumkin mana shu vaqtda. Bermadi. 1 minut ichida ulgurib bilamizmi ekan? Tung sahur tushdi. Qani vo'g'u brenotlarimizga qaranglar. Ko'p bo'lib ketdi brenotlarimiz. Qani shiftni bosib turamiz va yana charging va let's go. Hacker tushadi yana. Hacker. Qani qaysi brenot tushadi ekan ko'ramiz. Qilib yaxshiroq brenot tushsa-da 200 million yoki 300 millionlik tushsa zo'r bo'lar edi. Qani? Bonekam balabu. Yana tushdimi? Yana tushdi, yaxshi. Eskisi yo'q. 100 million ham juda zo'r. Lekin bundan ham zo'rini olishimiz mumkin. O'lgirib bilamizmi ekan? 40 sekund qoldi. Oxirgacha bosmadim. 50 million o'tib bilamizmi endi? Oxirgacha bosmadim. Qani ulgurmay qoldik 50 millionga. Shunga ozroqini berdi bizlarga. Ulgura olmadik. Qisqanib yubordim. Hacker 16 sekund qoldi. Ulgurib bilmaymiz endi yana bir hakkerga. 2 dan hacker oldik. Va bermadi. Hacker event tugadi. Hechqisi yo'q, lekin yaxshi brenotlarni oldik. Qani mana bunda nima tushadi? Va tung sahur tushdi. Yaxshi, kerak bo'lgan brenotlarni sotib yuborsak bo'ladi bu yerda. Pullarni to'playmiz hammasini, qancha shunchakli bo'lib ketgandi pullarimiz. 1 trillion bo'lib ketibdi. Bazani kuchaytiramiz. Mana brenotlarimizni qo'yamiz keyin. Kuchli brenotlarimizni. Bu yerda mana buni qo'yamiz. Hacker, yo'q, bo'lmas edi hacker. Mana bu hakkerni qo'yamiz. Mana buni qo'yamiz. Mana buni ham qo'yamiz. Keyin Odin din dun ham yaxshi. Buni ham qo'yamiz. Tung sahur unchakli emas. Buni qo'yamiz. Buni qo'yamiz. Mana buni ham qo'yamiz. Tung unchakli yaxshi bermaydi. Bularni sotib yuborsak ham bo'ladi. Mana bu yerga boramiz, sellga va sotib yuboramiz hamma brenotlarimizni. Sell all my brenots. 95 million berdi. Bu yerda yangi narsa sotib olsak ham bo'ladi. Yo'q, hali ko'p kerak ekan. Do'stlar, bugunga bo'ladi deb o'ylayman. Bugun ham mana zo'r bo'ldi. Zo'r brenotdan oldik, hammasini kuchaytirib tashladik. Mana bu yerda eng zo'r brenotimiz 512 million beradi sekundiga. Mana bular ham berishi mumkin agarda kuchaytirsak. Mana masalan, mana bu hakkerni kuchaytirib ko'ramiz. 300 million berapti. Yaxshi, yomon emas, chotki. Uni do'stlar bugunga bo'ladi deb o'ylayman. Agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.